Kutadgubilikda odob axloq. Odob axloq insonning eng muhim fazilatlaridan biridir. Yusuf Xos Hojib Kutadgubilik asarida odob axloqni har bir insonning hayotini tartibga soluvchi asosiy qoidalar sifatida ko'rsatadi. Odamning odobi uning so'zida, harakatida va xulqida namoyon bo'ladi. Muallif ta'kidlaydiki, odob axloq insonni jamiyatda hurmatli qiladi, farzandlar va atrofdagilarga namuna bo'ladi. Odamning so'zlari doimo muloyim, samimiy va xushmuomala bo'lishi lozim. Yolg'on gapirish, kamsitish, pora olish yoki boshqalarga nisbatan adolatsiz muomala qilish odob axloqni buzadi va insonning obro'sini kamaytiradi. Odob axloq nafaqat jamiyat oldida, balki shaxsiy hayotda ham muhimdir. Farzand tarbiyasida ota-onaning odobi farzandga namuna bo'ladi. Do'stlar bilan muloqotda odobli bo'lish ishonch va hurmatni oshiradi. Ziyofatlarda va mehmonxonada xushmuomala bo'lish, tartibni saqlash, ortiqcha shovqin yoki yomon so'zlardan yiroq turish ham odob axloqning qoidalaridan biridir. Farzand tug'ilganda ota-onaning xulqi va harakatlari juda muhim ahamiyatga ega. Yusuf Xos Hojib asarida ota-onaga farzand tug'ilganda sabr, mehr-muhabbat va odob bilan muomala qilish tavsiya etiladi. Ota-onalar farzandni tarbiyalayotganda avvalo Xudoga shukr qilishlari kerak. Farzand hayotdagi eng katta ne'mat hisoblanadi. Shuning uchun uni sog'-salomat va baxtli voyaga yetkazish ota-onaning asosiy vazifasi hisoblanadi. Farzandni tarbiyalashda odob va axloq birinchi o'rinda turadi. Ota-ona o'z so'zlari, harakatlari va xulqi bilan farzandga namuna bo'lishi zarur. Mehribonlik, sabr, halollik va hurmat farzand tarbiyasining asosiy qoidalari. Shu orqali farzand odobli, aqlli va xushmuomala inson bo'lib yetishadi. Xulosa, farzand tug'ilganda sabr, mehr-muhabbat va odob axloqni saqlash ota-onaning eng muhim vazifasidir. Shu orqali farzand hayotga to'g'ri tayyorlanadi va jamiyatda hurmatli inson bo'ladi. Yusuf Xos Hojib asarida ziyofatlar va mehmonxonada odamning odob axloqi haqida ham ko'plab maslahatlar berilgan. Ziyofat paytida insonning harakati va so'zi uning xulqini, tarbiyasini va hurmatini ko'rsatadi. Ziyofatlarda mehmonni hurmat bilan qarshi olish, muloyim va samimiy muomala qilish juda muhimdir. Ortiqcha shovqin, g'alati gaplar, yomon so'zlar yoki boshqalarni kamsitishdan yiroq turish tavsiya etiladi. Shu orqali odam jamiyatda hurmatli bo'ladi va odobli inson sifatida tan olinadi. Ovqat paytida ham tartibni saqlash zarur. Mehmonlarga e'tibor berish, ularni xushnud qilish, ularga muloyim gapirish odobning muhim qoidalaridan biridir. Ziyofat va mehmonxonadagi odob axloq nafaqat shaxsiy hurmatni oshiradi, balki jamiyatda tinchlik va iliqlikni saqlashga yordam beradi. Ziyofatlarda odob axloqni saqlash, xushmuomala, muloyim va hurmatli bo'lish demakdir. Shu tarzda inson nafaqat mehmonlar orasida hurmat qozonadi, balki o'z tarbiyasi va axloqini ham namoyon qiladi.